Yo, hamma salom do'stlar, sizlar bilan men Smurfcatman, Bluzerman. Hop, bugun videomizda sizlarga 3D 4D skilllar bor. Bu hech qanaqa mod emas. Mod emas bu. Hop, qarab turinglar, sizlarga ko'rsataman. Qarab turinglar. Uzr. Mana men ko'tkirish kerak. Mana. Bu hech qanaqa mod emas. Hali morfilar emas bu. Bu skini shuna bo'lib qoladi. Mana kichkinalari ham bor. Ayniqsa bu yerda hamma qidirib yurgan, topolmagan, telefonga u skinni topolmagan qishloqni skini bor. Kattaram bor. Armstar bor. Galem bor, bu bor. Xullas ko'p narsalar bor. Og'zi ochilgan ekan, og'zi yopilgan ekan. Bundan bu yog'iga oddiy skilllar. Bunaqa qiziq. Qiziq skilllar bor bu yog'iga. Real Madrid o'yinchisining ham skini bor shutlarda. Mana shu men ko'proq yoqdi. 100 ta bo'lganimizda shuni qaytadan topishni o'rgatib, ya'ni qiynalib o'tirmayman, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. U Ronaldo ekan bu, ana paytda o'ynagan ekan. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim esa mana bu. Shu Telegram kanalim. Hop. Xayr, sog' omon bo'linglar. Yana gaplashamiz. Serial chiqadi yaqinda. Maktab haqida yaxshiroq.